alloh ibodatga buyurar ekan, ro'za, masalan ro'zaga, zakotga, hajga buyurgan, namozga buyurgan, eng ko'p buyurgan Qur'onda. Buyrug'ini orqasidan ko'p degan so'zni ishlatgan emas. Masalan, namoz o'qing ko'p degan emas. Zakot bering ko'p degan emas. Ro'za tuting ko'p degan emas. Balki faqat zikrda shuni aytgan. Qachon vazkurulloha, Allohni zikr qiling degan so'zi kelsa, Allohning orqasidan kathiron keladi. Ko'p zikr qiling. Alloh o'ziga amallarda, Alloh o'ziga ibodatlarda buyurganda, o'ziga ibodatga buyurgan paytda o'sha ibodatlarning orasidan zikrda doim ko'p so'zini qo'shib aytgan. Ulamolar savol qilishgan, nechta bo'lsa zikr ko'p bo'ladi desa, ko'pning eng kami 1000 ta deyishgan. Ko'p zikr qil deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta. Ko'p salovat ayting deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta. Ko'p istig'for ayting deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta, ya'ni bir kunda. Ko'pning eng kami 1000 ta deb aytishgan aksar ulamolar. 300 ta deganlar ham bor, lekin aksar ulamolar ko'pning eng kami 1000 ta deyishgan. Alloh o'zini zikriga buyurgan paytda ko'p so'zini qo'shib, ko'p zikr qiling degan. Hatto jang maydonida ham, yolg'iz holatda ham, jamoaviy holatda ham, hamma holatda. Mana bulardan murod Alloh taologa bandani bog'lash va banda Alloh subhanahu va taolo bilan birga bo'lishligi doim. Bundan bandani islohi kelib chiqadi. Amallarida ixlos paydo bo'ladi. Chunki u o'zini o'ylamas, Allohni o'ylab yashayotgan bo'ladi. Ubay ibn Ka'b aytganlaridek raziyallohu anhu, kimki ertalab tong ottirsa-yu eng katta o'yi Alloh bo'lmasa, u Allohdan emas deganlar. Ana shu holatni kasb qilish bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun zikrda qalbni ishlatish yoki ko'p zikr qilish buyuriladi.